Ko'pchilik so'ragan 250 kilolik motorolchamiz sotuvda bor. Hozir buni qulaylik tomonlarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Ikki xil rangi sotuvda bor. Mokriy, qora rangi. Narxini oldindan aytib o'tib ketaman. Birinchi modelimiz temir diskali, kalotkali. Buni kaska jilet oynalari yo'q. Buni narxini $650 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Bunisining narxini $680 deyapmiz. Qimmatligi sababi jidksorimiz qo'yilgan, saka diskali. Oynalari, kaska jiletlari bor. Akkumulyatori 32 likdan 5 ta qo'yilgan. Hozirgi qish kuniga 40-50 km yuradi. Garantiyalarigacha bor. Buni zo'r tomoni ham yukxonali bo'ladi, ham odam o'tiradigan bo'ladi. Belkalarigacha qo'yilgan bo'ladi. Yonida eshikchalari ham bor. Yosh kattalar ham bemalol qiynalmay eshikdan chiqishaveradi. Murojaat qilaverasizlar, arzon narxlarda yetkazib beramiz. Garantiyalarigacha bor. Bunisining narxini $680, jidksorimiz saka diskaligini. Bunisini $650 kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz.